Zaynab, men senga shuncha aytdim-da, meni yuta olmaysan, meni senga emas deyapman. Nima ish olmaysan menga? Yo'q, davay, yana bir marta o'ynaylik, iltimos kirib olmaga yana bir marta. Yo'q, bo'ldi, endi yutqizing, davay, ana butulkaga o'tirasan. Yo'q, iltimos. Davay, o'tirib soat dishim mana. Jinislar, qayta bitta o'ynaylik, iltimos. Yo'q, davay, endi kelishdik, davay, mujik bo'l endi. Bu o'lamadi hozir. O'ylasammi, o'lmaysanmi? Biz boshda kelishdik, davay. Parakat. Qaramay kerak. Yo'q, qarayman, davay bo'lsa. Uy, bechora. Uy, bechora, baqirishini, boshni urib oldimi? Bo'ldi, uy, bechora. Men bunga shuncha aytdim, meni yuta olmaysan, meni kartada dedim. Uch bo'jab. Sekin, jinni. Qat yetdi bu taraf. Yiqilasan o'zing. Harakat bo'lgan boru. Nima bunga shuncha aytdim, meni yuta olmaysan dedim. Aytgancha hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar, men Neraman Krif va mana yangigina videorolimga xush kelibsizlar. Bola yaxshimisizlar, tinchmisizlar, omonmisizlar? Xullas bo'laman bugun. Nima bo'ladi? Mana o'z Zaynab bilan birgalikda hozir karta o'ynab o'tirgandik. O'zi aytdi-da, bola keling, butilkaga o'tirishga o'ynaymiz dedim. Mayli dedim, bola o'ynayveramiz dedim. Mana qo'yib ketaylik bola. Va o'zi yutqizdi. Endi bo'la men emas, aybdorım bo'la. Lekin mana bu bunday tashash kerak bo'ldi. Balikat. Mayli mana bu qo'yamiz va все bo'la. Endi esa bilasizlar bo'la, har doimgidek men pozaga chiqishim kerak. Agarda pozaga chiqmasam, mer bo'la yomon qiladi. Mana pistoletni turaversin bo'la. Kerak bo'lib qolishi mumkin-da. Endi bo'la turaversin deyapman. Mayli, qaror bo'la. Endi pozaga ishimni qilib bo'la tezroq qaraylar bo'la. Aytgancha mana sizlar nima deysizlarmi? Qaraylar bo'la. Bizlar ham qishloqqa emas bo'ladi. Shamol generatorlar o'rnatildi. Chota bo'lani bu yerdagi parak ko'rmayapti Minecraftdan, lekin bo'lib parak bor. Mana bunaqa bu yerda parak bor bo'la ko'rsatmasaga. Tak mana bu yerdagi parak ko'rmayapti. Bo'ldi, chunki Minecraft bug bo'lyaptimi, bilmadim bo'ldi, lekin parak bor. Mana o'zi ko'rishlar mumkin. Mana bo'lib, mana bu yerda batareyasi bo'lishi kerak edi. Batareyasini men o'zi olib shekilli. Lekin bo'lib bu yerda batareyasi bor bo'la. Ama batareyasi bor, parigi bor, lekin ko'rmayapti. Mayli bo'la, qarorchi mana bularni hammasini yashab terib bo'lsak, bo'la undan keyin Şurada böyle qaraylar, mana bu cho'ta g'alatmi bo'ldi. Bilmadim yana bo'ldi, lekin mayli bo'ldi, men charchadim, o sababi bo'ldi, hozirgina u shahardan keldim. Shahardan kelib turib bo'ldi, mana bu Zaynab keldi-da, bo'ldi, keling karta o'ynaylik, butilkaga o'tirishga dedi. Mayli dedim, yutqizasan-ku dedim. Yo'q, yutqizmayman, yutib o'tirasiz dedim, bo'ldi. Mayli dedim-da, bitta katka o'ynab bordim bo'ldi. Bechorada bo'ldi, bu ham boru. Mayli bo'ldi, Zaynab bilan bilmadim, Gulmora turkasi qayerda? Mayli bo'la, balkim uyda bo'la sasib yotgandir, yana bilmadim. Tak bana qilamiz va все. Endi bularni merga olib topshirishga negadir bo'la umuman hosil bo'lmayapti. Qaranglar bo'la, ham ikkita chirgan kartochka oldin umuman chiqmas edi, lekin bugungi safarda chiqyapti. Assalomu alaykum mer. Va alaykum assalom, kirib yaxshimisan? Yaxshi, o'z qalaysiz. Qarorchak mana mer olishingiz mumkin. Oylik qachon berasiz? Oylikni indinga beraman. Dinga bo'ldi, mayli, sog' bo'ling. Xo'p. Tak bo'la xulos ko'ram, cho'ta bo'yaginasa g'alatimi bo'la, qaraylar, mana bu yer bo'la rostdan ham qaraylar, g'alati bu. Cho'ta bo'lib, rostdan ham qaraylar, bu nima bo'ldi yana bu? Hozir buni ko'raychi, hozir mana buni tashib berish kerak, hozir ko'ramiz bo'la. Cho'ta bo'la eshikka o'xshayaptimi, bilmadim yana. Pistoletni qo'limga olib bo'la, yana bu yerda nima bo'lsa bo'ladi, kirkamni olib harakatga qarshi bo'la. Balki bu yerda tiqilib qolarman, nima deysizlar? Tak nima bo'ldi bu yana? Rostdan bo'la qaranglar, cho'ta eshikka o'xshayapti bu. Qani bo'la, qani, uy, tortmaydi bu. Qani, oppa, uy, tushunmadim. Uy, mana bu yer nima bo'ldi bu? Tushunmadim bo'la. Cho'ta qanaqadir uy. Bo'la bu bunkermi? Meni uyimni tagida bunkerga balo bormi? To'xtanglar, oppa. Tushunmadim bo'la bu rostdan bunker bo'la bu. Meni uyim tagida bunaqa bunker yo'q-ku, bo'la qani tushib ko'raylikchi. Tak pistoletni qo'lga olamiz va bo'la qana sekin. Kim bor bu yerda? Tushunmadim. Sen kimsan? Sigaretni sen kimsan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sen kimsan? Bu yerda nima qilyapsan? Bu meni uyim tagi u. Endi o'zingga shu nima so'radi, yashab turay bu yerda. Jinnimizdan qanaqa yashaysan? Yo'qol bu yerdan. Stop. Sigaretni necha joyga tiqib qo'yibsiz, brat? Bilaman, o'zim men shunaqa g'aroyib odamman deb murundan sigaretni chaqaman, quloqimdan chiqaraman, tushundingmi? Tushunali, o'lib qolmang, brat. Lekin bu yerdan nima ekib oldingiz? Yo'qolib bu yerdan. Nima qilasan, yo'qolmasan? Yo'qolmasangiz nima qilaman?
otib tashlayman. Bo'ldi, sekin. Davay turing bu yerdan. Menda ham lekin miltiqlar bor. Yo'q, qalda. Bu siz vahshiy aqldan ozgansiz. Bu yoqqa chiqing qani. Siz vahshiy o'zidan ketdingiz. Nima bu yerdan menga ruxsatsiz berib qurib oldingiz? Nima qilibdi endi o'zini yashab turay, ketaman deyapman. Jinnimsiz yo'qoling bu yerdan. Qarab tak bor, yo'qsa buzyapsiz bor bo'lar. Tak mana shaqtaga tashab o'raymi? Yo'q, tashab o'rma, jinnimsan. Jinniman dedi, bo'lib keldi. Bay tur yo'qoling bu yerdan. Bo'la garaj tak bo'lib, ozgina cho'milib qaytsam bo'lar. Qaranglar bu qanaqangi yer bo'ldi, hozirgi ko'rsam bo'lar. Kakraz bunga videoda nima qilishni bilmay o'tirdim. Mazza bo'ldi endi bo'la sizlarga shunaqa zo'r kontent oladigan bo'ldim. Tak bo'la garaj tak mana biratan kelib bo'la quryapti bunaqa narsa. Uy bo'la lekin yo'shabdi. Qaranglar mana bu yerda televizor bor ekan. Uy bo'la RTX 5060 bu. 5060 super ish bo'la. Tak mana bu yerda aptechka, savatlar bor ekan. Bu qana bosib ko'raychi bo'ldi. Tak oppa. Uy. Tushunmadimmi? Nima bo'ldi? Bo'la tushunmadim bu. Nima yo'qchimayapti bo'la. Tak bo'la. Tushunmadim. Nima yo'qolmayapti va mayli bo'la. Bu nima bo'ldi? Qaranglar buniki. Uy bo'la. Mamchi bu bo'la tushundim. Mamchi bu tok ana bu nima bo'la? Tokni tushunmadim. Nimaga yo'qolmayapti? Palakat. bo'ldi. Men buni nimaligini tushundim. Bo'la bunga yaqinlashmasa kerak. Bu tokni bo'la ana bunaqa bir masalan kompyuterga yetkazib beradi o'zicha. Qaranglar bo'la. Masalan tushuntirib beraman. Bu narsa bo'la masalan kompyuterga, televizorga o'zi me'yorida tok yetkazib beradi. Bu juda ham xavfli narsa. Portlatib ketsa yomon bo'ladi bo'la. Shuning uchun mana bunaqa qattiq ishlardan qo'yibdi bo'la. Va qanaqadir bu yerdan narsalar bor ekan boshqa bo'la. Bu esa bo'la pitaniya bo'lsa kerak. Blok pitaniya. Tokni o'zini o'chirib qo'ysam, yo'q bo'lmaydi bo'la. Hozir tak mana bu yerda yana qanaqadir uy tushunmadim. Bo'la o'z eshitilamsiz, eshitildim bilmadim, lekin bo'la qanaqadir shing'irlab ketdi. Mana bu yerda qanaqadir branyolani bo'lib kimniki? Mana bu brataniki bo'lsa kerak. Uy bo'lib qaranglar, bu branyolga olmasli branyol bo'la qarashdak. Yo'qladi bratan, yo'qladi endi maniga bu yubka ham bor ekan bo'la qaranglar. Bo'la men yarashdim bo'layin, yarashmaydi erkak kishman. Tak bo'la qani endi bu yerda bu narsalarni nima bular? Bo'la qanaqadir yana olmoslar bor ekan. Turli xil olmoslar va bu yerda taqinchoq bor ekan. Taqinchoq qanaqa taqib ko'raylikchi buni. Tak menimcha buni mana bunga taqarmidi, qatga taqardi buni. Bo'ldi mana bo'ldi. Uy bo'ldi. Qaranglar men. Uy bo'ldi millionerga o'xshab qoldim. Amal tak endi bu yubkani kiyib yuraman bo'la. Mana gay deb tashamanglar. Mayli bo'ldi. Tak endi esa bu yerda qanaqadir mashina. Bu nima bo'ldi? O'zi tashqariga chiqib ko'raylikchi qani bu. Shoti mashinaga o'xshab bo'ldi. Darosram mashina ekan bo'la. Qana baqib ko'raylikchi bo'la. Uy qo'yapman. Uy bu mashinaning zo'rligini bo'la. Qaranglar bu bo'lib BMW nima bo'lsa kerak bu bo'ladi bunaqa bir BMW X6 mi? Yo'q, BMW X6 emas bo'la. Bo'lib mayli buni yodimdan chiqarib qo'yibman bo'la buning nomini. Mayli kerak emas. Tak endi bu yerda yana boshqa narsalar yo'q. Mana bunaqa bir nimalar bor ekan. Bularni lekin hammasini foydalab ko'rmagan ekan. Mana bu pichoqda qaranglar bo'la sang qilib tashlaymiz. Lekin bo'la bu menga kerak emas bunaqa narsalar. Buni oldin foydalanib ko'rganman bularning hammasini. Tak endi esa bo'la bunda bo'la soat bor ekan. Qaranglar uni chep qo'limda taq uramiz deb bo'la tak qo'yib turdim bo'la. Tak endi esa bu yerda qanaqadir tushunmadim. Bo'la bu ana bunaqa qurilish uchun kerak bo'lgan nima ekan? Amal tak bu yerda qanaqadir qo'g'irchoq va qanaqadir shirinlik. Bu bo'la shirinlik ekan. Amal turaversin o'zimda bo'la, lekin aynib ketmagan. Bo'la aynib ketgan ekan balagat. Amal tak endi esa bu yerda qanaqadir qo'g'irchoq bor ekan. Qo'g'irchoq zo'rligini bo'laman o'zim yop qolaman. Buni nimasan qo'g'irchoq o'ynaysanmi desalar, yo'q bo'la. Prosta uyimga olib qo'yaman, ya'ni uyimda turadi bo'ladi. Uyimni bezab turadi, to'g'rimi? Tak bo'la bo'ldi bu yerda ko'radigan narsa boshqa qolmadi va mana bu yerda qanaqadir eshik qotib-qotdi-yu va qanaqadir bo'la ochib ko'raylikchi. Yo'q bo'la bu vashshi qotib-qotdi. Davayda otib ko'ramiz. Tak mana buni yopib qo'yib bo'la tag'in kimdir eshitib qolmasin bo'la. U pistolet borligini hech kim bilmaydi menda. Tak hozir endi bo'la otib ko'ramiz bunga. Tak mana tushunasizmi buni ovozini, bu go'shitel yo'q buni. Tak opa. Mamcha bo'ldi mamcha. Tak qana opa. Ana bo'la olmazli mashinami? Bo'la qaranglar buni. Bu vashshi qamab turadi, bilasizmi qancha turishini buni. Bo'la olmazli mashina stop. Qani buni olib ko'raylikchi. Qani
o'ppina qilamiz deb bo'ldi. Tak endi esa buni menimcha ko'tarib olsa bo'ladi, kichraytirib, mana bu ключ orqali taqqani oppa Rustam mana bular qo'limga bo'ldim. Juda ham yaxshi. Endi esa bo'lib bu yerni qaytarib baribir bo'lib buni buzdim. Endi qaytarib yopilmaydi bu. Tak davayda bo'lgan chiroqlarni o'chirib ketamiz bo'ldi. Yorug'lik kelib turadi sababi bu juda ham yomon degani. Tak mana bularning hammasini o'chiramiz buni ham o'chirib tak bo'ldi menimcha hammasi normali va bo'ldi hammasi cho'tki bo'ldi. Tak endi esa bu yerdan chiqib ketamiz bo'ldi menimcha bu yerda boshqa narsa qolmadi ko'radigan. Da bo'ldi qolmadi. Mana bunaqa soat bor ekan. Mayli endi bo'ldi tashqariga chiqamiz. Tak endi esa mana mashinani sinab ko'rish kerak bo'ldi. Voy bo'ldi qaranglar buni zo'rligini, rang barangligini qaranglar. Tak mana bo'ldi qanaqadir almozning mashina bor ekan. Bo'ldi bu rostdan original ekan bo'ldi bu. Bilasizmi qancha turadi? Men ham bilmayman, lekin juda ham qimmat turadi bo'ldi. Tak bo'ldi stop bo'ldi regeneratsiya beribdi bo'ldi, ya'ni o'lmaslik beribdi. Stop ko'rilishini tak bir yerdan sakrab ko'rish kerak. Bo'ldi qarang, qayerda sakrayman mana o'zimga qaytib kelmaydi bu baribir. Tak endi esa bo'ldi qani buni bitta haydab ko'rsatmikin bo'ldi, lekin yo kerakli bo'ldi. Mana ko'rilishi qani bo'ldi, lekin mayli haydab ko'rmagan bo'lsin, sababi o'zi haydab ko'radigan bo'lsam bo'ldi, lekin bilmadim qayergadir urib olsam yomon bo'ladi, juda ham qimmat turadi. Undan ko'ra sotib yuboraman buni bo'ldi. Tak mana buni ham sotaman. Yo bo'ldi o'zim o'tiradi bo'ldi bu mashina, sababi men bilasam ba'vini manatman. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman bu mashinani. Tak o'ppana qilamiz va bo'ldi. Всё, hammasi normal bo'ldi. Tak endi esa bo'ldi mana narsalarni hammasini o'zida ko'rishlar mumkin bo'ldi. Hammasi yaxshi. Tak mana bilan hammasini yechib qo'ya qoling, yoqmay ketdi bo'ldi. Tak bo'ldi menimcha bo'ldi, lekin boyaga bir aytishga nima qilgan ekan, o'lib qolmadimikin bo'ldi. Tak qani bitta xabar olib ko'raylikchi. Menimcha cho'ng'ib ketgan bo'lsa kerak. Bo'ldi buni qutqarish kerak endi. Bo'ldi, nali turaversin. O'zi bo'ldi. O'zidan bo'ldi. Menga nima qila olasan deb, to'g'rimi? Men esa qilgan narsamni qildim. Mayli bola, unaqa bo'lsa barchaga xayr. Sizlar bilan yana mana shu krif bo'lmalarda bo'ldi. Videomizga yoqqanmizda kanalimizga obuna bo'lishni va videoga like bosib qo'yishni unutmanglar va bo'ldi kommentariyaga o'tib video haqida o'z fikrlaringizni yozib qoldirishni esdan chiqarmanglar. Mayli bola, sog' va salomat bo'linglar. Keyingi videolarda uchrashguncha xayr.